Assalomu alaykum. Hukumat qarori bilan yakka tartibdagi uy-joylar hamda kichik hajmdagi noturar bino va inshootlarni qurish hamda rekonstruksiya qilish ishlari yuzasidan xususiy qurilish nazoratini amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Unga ko'ra bino va inshootlarni qurish yuzasidan xususiy qurilish nazoratini amalga oshirish tartibi belgilandi. Endi xususiy qurilish nazorati ushbu turdagi obyektlarning quruvchisi va nazoratchisi o'rtasida tuziladigan shartnoma asosida amalga oshiriladi. Xususiy qurilish nazorati buyurtmachining, ya'ni mulkdorning ixtiyori bilan olib boriladi. Ushbu obyektlarda bir oyda kamida bir marta xususiy qurilish nazorati amalga oshiriladi. Bunda o'tkaziladigan har bir xususiy qurilish nazoratining muddati bir ish kunidan oshmasligi belgilanmoqda. Quyidagilar ushbu turdagi obyekt qurilishining asosiy bosqichlari hisoblanadi. Ya'ni, birinchisi bino va inshoot poydevorini qurish, ikkinchisi poydevor qurish, uchinchisi asosiy ko'tarib turuvchi konstruksiyalarni qurish, to'rtinchisi devorlar va to'sib turuvchi konstruksiyalarni qurish, beshinchisi tom yopish va boshqalar. Ushbu jarayonlarda obyekt buyurtmachisi qurilishning har bir bosqichi yakunlanishidan 2 kun avval xususiy qurilish nazoratchisini elektron va yozma shaklda xabardor qilishi lozim bo'ladi. Xususiy qurilish nazoratchisi xabarnomani olgan kundan boshlab bir ish kuni ichida qurilish obyektiga sertifikatlangan nazoratchini biriktiradi. Xususiy qurilish nazoratchisi 5 ish kuni mobaynida ijobiy xulosa beradi yoki obyektni qo'shimcha ko'zdan kechirib belgilangan asoslar mavjud bo'lganda ijobiy xulosa berishni rad etadi. Xulosa o'rnida aytish kerakki, mazkur jarayonlar yakka tartibdagi qurilishlar sohasida sifat nazoratini institutsionallashtirish, qurilishda xavfsizlikni oshirish, mas'uliyat va shaffoflikni kuchaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga ushbu mexanizm kelgusida xususiy nazorat institutlarini rivojlantirish va qurilish bozorida yangi xizmat turlarini shakllantirish uchun asos bo'lishi kutilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.